Ko'rmaganda ko'rgani qursin, chek. Amerikada ro'zadorlarga rosa qiyin bo'lyapti akalar. Nima qilib iftorlikda, shashlikda bir xil emas, har xilidan yeb o'tirish shunaqa qiyin, ayniqsa bitta o'zing yesang. Undan ham tashqari shashlikni yeb turib, ochkini yechmasdan yeyishim kerak. Shashlikni kurtoy odamlar yeydi bizda. Hatta orqada bu mashkani ko'rsatdim, shuni ham gapiringlar deb. O'zbekistonda rosa moda bo'pti, mana shu ichimlik. Amerikaga ham kirib keldi shuni modasi. O'zbeklar orasida hamma ichib yuradi, mahita deb. Eng qizig'i ro'zadorlar deb turib bahona qilib qo'yib iftorlik deb turib o'zimcha yaxshi odam deb o'zimni ko'rsatyapman. Eng qizig'i bugun ro'za tutmadim. Yomon odam, toshot, yomon odam. Men o'rnimda bo'lganda hozir boshqasi, men iftorlik qilyapman, axir men ro'zadorman deb o'zini aqlli qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Biznikilar shunaqada, mashalloh deb o'xshatib qo'yishadi. Men endi haqiqatni gapiraman akalar, qancha meni yomon ko'rsanglar ham. Bunaqa trak haydaganman. Kim ko'rgan meni oldin kuzatganlar biladi. Xuddi shunaqa trakda yurardim. Bahorada men maktabimizning nomini ham ko'rsatib berdi, Turansi School. Telegramimiz akalar O'zbekistonda yozavermanglar, qanaqa qilib ketsak bo'ladi. Shogird olasizlarmi? Amerikadagilar uchun xizmat bu. Telefon nomeri screenshot qo'yinglar, 3 gacha sanayman. 1 2 3. Bugun kayfiyatim juda ham zo'r akalar, sababi o'sha kutilgan kun maktabimiz haqiqatan o'sha ancha yuqori urovingga ko'tarildi boshqa maktablarning yonida. Shuning uchun bizda bugun bayram, o'qish ham yo'q. Ana shuning uchun 100 yilda bir marta shashlik yeyapman. Aslida ham video qilib maqtanishim kerak. O'zbekman, u shashlik men uchun bayram. Nafsim to'ymaydi, ko'zim to'ysa ham. Hatto ko'zim ham to'ymaydi.